Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bugun biz sizlar bilan Buxoro amirligida pul va savdo munosabatlari to'g'risida fikr yuritamiz. Shuni aytish kerakki, 1785-yilda Buxoro amiri Shohmurod mamlakatda kumush pullar islohotini o'tkazdi. Bundan ko'zlangan maqsad oldingi tanga pullarini muomaladan chiqarish va savdo sohasida tartib o'rnatish edi. Faqatgina 1753-1758-yillarda Muhammad Rahim tomonidan chiqarilgan miri pullar saqlanib qoldi. Bundan tashqari mamlakatda savdo-sotiq, hunarmandchilik rivojlangandan keyin juda ham ko'p odamlardan mablag'lar to'plandi. Amaldorlarda, ruhoniylarda, lekin ularning mablag'i birortasi ham mamlakat taraqqiyotiga, mamlakatni ishlab chiqarish salohiyatini oshirishga sarf qilinmadi va aksincha faqat o'zlarining shaxsiy ehtiyojlarini qondirdi. Buning natijasida asta-sekinlik bilan o'lka davlatlari rivojlangan davlatlardan orqada qolib, ular bilan aloqalar uzilib qoldi. Bu esa o'z navbatida o'sha davrda mustamlakachi davlatlar Buyuk Britaniya va Rossiyaga imkoniyat yaratdi va ular asta-sekinlik bilan O'rta Osiyoni bosib olishga harakat qildi. Tarix buni ko'rsatdiki, keyinchalik Rossiya imperiyasi O'rta Osiyoni bosib olib o'z mustamlakasiga aylantirdi. Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizni, suhbatimizni shu yerda to'xtatamiz. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.